Bugun biz mana qanday qilib aksiyalarni tanlab, saralab olishni o'rganamiz. Buning uchun bizga avvalambor Finviz platformasi kerak bo'ladi. То есть Finviz bu oddiy qilib aytadigan bo'lsak, aksiyalarni skrineri hisoblanadi. Va bunda biz mana skriner bo'limiga o'tsak, bu yerda mana 11000 da общий aksiyalar soni bor. Eng birinchi nima qilish kerak? То есть aksiyalarni saralab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana country degan joyi bor, ya'ni mamlakat. Bu yerda mana Amerikani belgilaymiz, USA. Сразу же ko'rsanglar mana 10000 taga tushdi. Endi industry degan joyi bor. Bu yerda faqatgina qimmatli qog'ozlar, то есть stocks only ni belgilaymiz. Va bundan keyin уже 4200 tagacha tushib ketdi. Xo'sh, bundan keyin то есть qimmatli qog'ozlarda asosiy narsa bu объем, то есть volume hisoblanadi. Volume 300 dan oshiq belgilaymiz, current volume hamda average volume, то есть 300 dan oshiq belgilaymiz. Agarda объем bo'lmaydigan bo'lsa, aksiyada harakat ham sust bo'ladi. Shuning uchun объем juda ham muhim hisoblanadi. Ana endi aksiyalar 2600 tagacha tushdi. Va biz texnik bo'limga o'tamiz va bu yerda ATR degan bo'lim bor va biz birdan yuqori qilib qo'yamiz. Average true range, то есть aktivi o'rtacha harakati ATR deyiladi. То есть high minus low это ATR hisoblanadi. Endi mana ko'rdinglar 1400 ta aksiya bo'ldi. Endi mana shu 1400 ta aksiyani hammasini birma-bir ko'rib chiqib damashqa qilinadi va mana bu aksiyalarni, то есть grafitskiy tahlil qiladi. Ko'rdinglarmi? Hali nima deydi, tayyor yoki tayyor emas bo'lgan aksiyalarni birma-bir ko'rib chiqib, mana kelinglar ABT ni ko'rib chiqaylik. Mana tradingga o'tamiz, ABT ni olamiz. Abbott Laboratories. То есть mana aksiya juda ham yaxshi turibdi. Narx ko'rsanglar, почти 140 dan 84 gacha tushib ketibdi narx. Juda ham yaxshi. Sal kechikib qolganga o'xshaymiz. Mana 92 dan bitta уровень bor edi bitta. Teparoqdan ham olsak bo'ladi. Mana bugun pre-marketda 94.25. То есть longovый signal mavjud. То есть bu aksiyani listga qo'ysak bo'ladi. Mana shunaqa qilib aksiyalar birma-bir tahlil qilinadi va listga qo'yiladi. Ko'rdinglar? Mana skrinerda qo'yiladi. Shunaqa qilib mana har bitta aksiyani, то есть grafitskiy ko'rib chiqish kerak bo'ladi va qaysi biri tayyor bo'ladigan bo'lsa, uni listga qo'yamiz va kuzatamiz. То есть investitsiya instrument sifatida qabul qilamiz yoki yo'q. Kelinglar, yana bitta bir qiziqroq aksiya bo'ladigan bo'lsa, uni listga qo'yamiz. Mana bu juda ham chiroyli ekan. Уже поздно. ALK. Amazondan bor ekan bitta listda. Oh, mana APGE. Juda ham chiroyli ekan, APGE. То есть biotech kompaniya ekan. Ko'rasizlar, juda katta. Уже поздно ekan. Ko'rdinglarmi? Juda ham katta объем o'tgan. Mana daraja, narx darajasi 92, juda ham chiroyli. Mana narx darajasi 92 va уже katta объем bilan mana ochilgan. Ko'rasizlarmi, gapni necha % bu? То есть 44%, ko'rasizlarmi, 44%lik. Bu скорее всего terapevtik kompaniyalar qaysidir kompaniya sotib oladi yoki novost chiqadi.
yangi bir ixtiro bo'yicha yoki litsenziya bo'yicha va shunaqa bular aksiyalar juda ham katta o'sish beradi. Mana juda ham chiroyli bam. Ko'rasizlar? Mana bu qanaqa qilib aksiyalarni tanlash kerak, listga qo'yish kerak va damashqa qilish kerak to'g'risida video edi. Hammaga rahmat.